Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Uzun market, Ozon va Yandex marketlardan nima uchun ustun? Bu haqida hozir gaplashib o'tamiz. Bundan oldin siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Bilarmidingiz, O'zbekistonda bozorda uzun market ko'p jihatdan Ozon va Yandex market va boshqa marketplace'lardan qulayroq. Nega endi aynan shunday? Birinchi sabab mahalliy bozorni to'g'ri tushunadi. Ozon va Yandex Market asosan Rossiyada bozori uchun yaratilgan. Uzum esa O'zbekiston uchun maxsus ishlab chiqarilgan platforma. Uchinchi sabab logistika xizmati tezligi. Uzum market mahsulotlarini ko'pincha 1-2 kun ichida yetkazib beradi. Bu mijozlar uchun juda katta qulay hisoblanadi. Va uchinchi sabab to'lov tizimi har qanaqa to'lovlarni o'z vaqtida tushirib beradi. Bu videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, Uzum marketni endi boshlamoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'yishingiz mumkin.